Qayerga ketganda texi to'nogim o'sha yerda qo'ygan edim. Nemiz da'vatsan bolam? Qanday ahvoling bova? Alhamdulillah, yaxshi bolam. O'zing nemiz da'vatsan? Qalamimni topolmayapman. Ne qo'ygan eding? To'nogim texi o'sha yerda qo'ygandim. Esimda. Bugun topolmayapman. Jiddilashma bolam, oldirmay izlagin. Bova, o qalam men uchun nihoyat ahamiyatli edi. Chunki o qalamni o'tgan yil sinib ko'chgan vaqtimda onam menga hadiya qilgan. Asta, nega ketganda? Fatimadan so'rab baqdingmi? Qo'ygan yeringni obdanoq eslab baq. Esimga kelmayotdi. Shu cho'qim maktabda savodoshlarimdan birasi o'g'irlagan gap. Savodoshlarimdan birasi o'g'irlab oldi dedingmi? Shundaq cho'qim shundaq. Bek esil qalam edi. Birasiga chiroyli ko'rinib qilib tiqilgan gap. Undaq gumon qilsang bo'lmaydi bolam. Allah Taala Qur'oni Karimda boshqalar haqida yomon gumonda bo'lishimizni cheklab mundaq degan. Ey mo'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mo'minlarning aybini izlamanglar. Bir-biringlarning g'ayvitini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar. Uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh tavba qilguvchilarning qilgan tavbasini bakmi qabul qilguvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Bova, amsi qalamimni biroz tiqib olmagan bo'lsa, nega ketganda? Sinfda unutib qolgansan balkim. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz bova? Alhamdulillah, yaxshi qizim. Ali, bu sening qalamingmi? Nereden topding? Asli sen elib olib ketgansan-da. Ajabmiz debding. Undaq emas. Qalamingni men elib olmagan. Elib olmagan bo'lsang, sening qulog'i nereden paydo bo'lib qoldi? Sabr qil o'g'lim, Ali. Senning qalamni men elib olmadim deb o'tidi-ku. Avval uni tushuntirishini anglab boqmamsan. Aytqina qizim, qalamni nereden tepib olding? O'yladan tepib oldim bova. O'yladingmi? Voy xudoyim. Aslida o'yladi tushib qopganda. Shu emasmi o'g'lim? Maktabdan qaytishingda tushib qolgan o'xshaydi. Aslida maktabdan kelguncha tushirib qo'yib ekanman-da. Qara o'g'lim, obdan o'ylanmayla savodoshlaringdan gumon qilganing to'g'ri bo'lmadi mana. To'g'ri aytdingiz bova. Boshqalardan yomon gumonda bo'lmasligim kerak edi. Ali, bu sen uchun yaxshi bir savoq bo'ldi. Obdan o'ylanmayla boshqalardan gumonlanishning xato ekanligini bilib olding. Alloh sizdan rozi bo'lsin bova. Xo'sh, endi sizlarga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom haqidagi voqelikning davomini aytib bersam, qandoq deysizlar? Meningcha, anglashga bekli taqozo bo'lib ketdinglar-ku deyman. Shunday bova, oxirgi anglashga to'liq taqozo bo'ldi. Undaqda boshildik bolarim. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 20 yoshga kirgan chog'da Fijar deb atalgan bir urush yuz berdi. Payg'ambarimiz bu urushga qatnashib, o'q yig'ish vazifasini ustiga oldi. U dushman tarafdan etilgan o'qlarni yig'ib akilib, tog'lariga berdi. Bu urushda Quraysh bilan bir safda turib urush qilgan jamoatlar g'alaba qildi. Muborak 3 oy deb atalgan oylarda yuz bergan bu urushga Harb ibn Umayya qo'mondonlik qildi. Harb Quraysh askarlaridan boshqa jamoatlarning askarlariga qo'mondon bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom bu chaqda yana Hilful Fuzul xayriyat uyushmasiga qatnashdi. Bu uyushma Quraysh va bir necha qabila tarafidan qurilgan bo'lib, uyushmadagilar Makkadagi yoki Makka sirtidagi kishilar zulmga uchraganda ularni qo'g'dab yordam qo'lini sundi. Kelsizlar o'g'iljilarim, qani uyga kirishsizlar. Sen bilan deyishadigan ish bor edi. Qani avval uyga marhamat qilishqaylar. Ish hal bo'lmay turib uyingga kira olmaymiz. O'zlari undaq deb turibsizlar mayli. Qani aytsizlar. Bu kishining deyishicha, sen uning milini olsan, lekin molning pulini bermabsan. Aytqina, bu ish rostmi? Ha, rost shundoq bo'lgan. Sendan so'rab boqay. Molni ilib, nima uchun pulini bermaysan? Sizmi bilishinglar. Bu tijorat deganda shundoq bo'ladi ekan. Mendan mol olganlarmi pulisini tex amdi berdi. Shundaqmi? Senmi pulini olgandan keyin bu kishining milining pulini darhol berib et. Bo'lmasa, sana 100 xotira qilmaymiz. 100 xotira qilmislari meni urdigan o'xshamamlar. Ka'ba Tanrisi bilan qasam qilamanki, to'g'ri aytding. Urman. Ma'qul. Pulini hozirla berib etay. Shundoq qilib, savdogar olgan molning pulini darhol berib etdi. Mol sotquchimi qiyin ahvoldan qutuldi. Payg'ambarimiz payg'ambarlik sharifiga noil bo'lgandan keyinmi bu uyushma haqida Abdullah ibn Jud'onning qo'rg'osida qurilgan uyushmaga qatnashgan edim. Bu uyushma menga qizil to'gilardan qimmatlik bo'ldi. Hozir yana shundoq ishga chaqirilsam, cho'qim qatnashgan bo'lardim degan.
Maysara! Maysara! Oy Maysara! Qandaq ahvoling Maysara? Yaxshi, seningchi buncha hasrab o'mi deb qayerdan kelyapsan? Seni izlab bormagan yerim qolmadi. Nega ketgan eding? Mo'sha atrofda edimmi? Makkadagi eng ishonchli rostchil kishining yeniga borgan edim. Muhammad ibn Abdullahning yenigimi? Ha, Xadicha xonim Muhammad mollarimni Shamga olib borib setib kelsin deb meni Muhammadning yeniga avatgan edi. Muhammad dahi amdi 25 yoshning qarisini olgan yigit tursa, u Xadichaning mollarini Shamga olib borib setib kelalamdi. Seningcha u bu ishning hudisidan chiqalarmi? Uning ustiga Xadichaning mollari ko'p tursa, Muhammad intayin ishonchli rostchil bo'lg'achqa Xadicha Muhammadning yoshligiga qaramay uni bu ishga loyiq ko'rdi. Senmi Muhammadga hamroh bo'lib Shamga birga borasan-ku deyman. Albatta uning bilan birga boraman-da. Men har qitimliq safarda Xadicha xonimning savdo karvonidan ayrilib baxmadim. Tez aytqina, sen meni nima ish qilgan eding? Ha, rost. Buni unutib qoptiman. Ey Abdulmutallibning o'g'li, jiyaningning savdoga epi borligini bilmay yuribdiq. U Xadichaning mollarini obdalla pul qilib beribdi emasmi? Bir odam durust, ishonchlik bo'lsa, hamma odamning ko'ngli aromida bo'ladi. To'g'ri deysan. Makkadagi hamma odam Muhammadni obdan biladi. Uningga ishonadi. Biz Hashim jamiyatining avlodlari intayin durust kishilarimiz. Buning hayron qog'uchiligi yo'q. Savdoga epimiz bor. Savdoda aldamchilik qilmaymiz. Dadanglar Quraysh jamiyatining yoz-qish faslidagi savdo yo'lini ochgan kishi edi. Albatta, navrisining savdoga mahir bo'lishi hayron qolarlik ish emas. Qasam qilamanki, mushundaq davomlasa Muhammad keyincha Makkadagi barliq savdogarlarning oldiga o'tib ketadi. Xadicha xonim Maysara orqali payg'ambarimiz haqida har tarafdan ishonchli ma'lumotga ega bo'lgandan keyin mollarini Muhammadga topshirishni qaror qildi. Hatto payg'ambarimiz bilan o'ylanib, birga hayot kechirishni o'ylab, bu o'yini do'sti Nafisaga aytdi. Chunki Xadicha xonim Muhammadga o'xshash bir kishi bilan o'ylansa, oilasining yo'lining mustahkam bo'lganligiga ishonadi. Shuning bilan Xadicha Muhammad alayhisalomga yotliq bo'lish maqsadida uning yeniga elchi avatdi. Xadicha esil jamatlik, hurmatga sazovor ayol bo'lganligi uchun payg'ambarimiz Xadicha bilan o'ylanishni to'g'ri topdi. Nikoh murosimiga o'g'il tarafdan Hashim jamiyatining cho'nglari, qiz tarafdan Mudar jamiyatining cho'nglari tayyor bo'lib, payg'ambarimiz bilan Xadichaning to'yi qilindi. Bu chaqda payg'ambarimiz 25 yoshda, Xadicha onamiz 40 yoshda edi. Payg'ambarimiz Xadicha onamiz bilan baxtli turmush kechirdi. Xadichadan Qosim, Zaynab, Ruqiya, Ummu Gulsum, Fatima va Abdullah ismli 6 farzandi dunyoga keldi. Abdullah bilan Qosim kichik vaqtida vafot bo'lib ketdi. Fatimadan boshqa qizlari islomiyatdan keyin uzun o'tmay vafot bo'ldi. Faqat Fatimala payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib 6 oydan keyin vafot bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom 35 yoshga kirganda cho'ng kalkun kelib Makka shahri va aholisi ig'ir talofatga uchirdi. Hatto Ka'baning tomlari chaq-chaq yerilib ketdi. Shuning bilan Quraysh arablari harom aralashmagan moldan xarajat to'plab, Ka'bani qaytadan egizlatib salmoqchi bo'ldi. Ka'ba kalkun optiga uchirdi. Endi uni qaytadan silishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri, qayta salaydi. Darhol qayta silishimiz kerak. Boshlaydi. Abu Talib to'g'ri deydi. Ka'baning buzilgan joylarini remont qilmasak bo'lmaydi. Ka'bani remont qilamdiq yoki qaytadan salamdiq. Sizlarcha qanday qilsak muvofiq bo'lar? Sizlarmi bilasizlar? Ka'baning qurilishi uylarimizning qurilishiga o'xshamaydi. Ka'ba tosh va yog'ochdan bino qilingan. Biz bu xil uslubdagi qurilishlarni selishni bilmaymiz. To'g'ri aytdilar. Buni ajab o'ylamabdimiz. Qurilishchi topgan taqdirdami bizda tosh, yog'och qatorliq qurilish materiallari yo'q. Bularni yaqin atrofdan tepishimizmi qiyin? Abu Lahab, av kelayotgan karvonga qara. Ko'ryapsan? Nem bo'pti? Obdan qara, elib kelayotgan mollariga qara.
Yağaç taxtı toşup etipdi-go. Hazırlı berip igisidan so'rab baqayli, yura. Shuning bilan Makkaliklar karvonning hamma mollarini setib oldi. Uningdan boshqa kerakli materiallarni to'plab, Ka'bani qayta yasab chiqish uchun halol yo'ldan to'plagan xarajat bilan ish boshladi. Balarim, bugun mush yergacha bo'lsin. Davomini keyingi qitim aytib beray. Endi berib topshiriqlarni ishlanglar.